Assalomu alaykum ekrandagi ko'rman do'stlar. Assalomu alaykum o'zimiz va o'zga millatlarning taom madaniyatiga qiziqib programmamizga ishtirok qilayotgan aziz qarindoshlar. Riyosatchi do'stlar Nijat Vali Yoqubdan hammanglarga qurboniyatlik salom, oliy ehtirom. Oldi bilan barliq do'stlarning qurboniyatini qizg'in tabriklayman. Hammanglarning dasturxonimiz texmo barakatli, turmushimiz texmo osoyishlik bo'lsin. Qadrli do'stlar, bu bir qancha kundan buyon hammanglar qurboniyat shodligiga jo'r bo'lib turibdi. Hammanglarga ma'lum qurboniyat Uyg'ur, Qozoq, Xuyzu, Qirg'iz, O'zbek, Tatar, Tajik, Dongshan, Sala, Boğan qatarlıq millatlarning o'rtaq bayrami. Menimcha qurboniyatni yana pokizlik bayrami, inoq ittifoqlik bayrami, hamkorlik bayrami, shunaqla shadxo'ramlik bayrami deyishga tamoman bo'ladi. Nimishqa degan chaqda qurboniyat yetib kelishi bilan barliq oiladagi chirar xonim qizlar uylarni pokiza tozalaydi. Dasturxonga biz yoqtirib bergan nozik ne'matlarni baxmi chiroyli qilib tizib etadi. Undan boshqa inoq ittifoqlik bayrami deyishimizdagi maqsad qurboniyatda azarlashib qolganlar bir-birisiga choy sunishib, apu so'rashidi, shunaqla barliq oilalar do'stlarlarning shodlik kulgi ovozlariga to'ladi. Demek bizden bu bayramımız, bu heyetimiz özden manım şunundaki ehmiyeti bilen zor kıymetli ega. Onun başka belki dostlar ağlavatkan buluşu mümkün. Xuddi hazır xoşlarının uyda çıkıvatkan koyunun mergen avazıga o'xshash qurboniyatda hammaylar jangovar holatda qo'y suyib do'st birodarlarni urug'ti qolani uyimizga taklif qilamiz. Balki ekrandagi aqlli ko'rmanlar shu topda qo'yning mergen ovozini bu qitim programmamizda qo'y suyishni shunaqla qo'y go'shti pishirishni do'stlarga o'rgatmoqchi bo'lganligimizni bilib olgan bo'lsa kerak. Biroq bugungi programmamiz cho'qim texnik ko'ngillik bo'ladi. Chunki biz bugungi programmamizga 2 nafar alohida mehmonni taklif qildik. Qaranglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aymoqlar muborak bo'lsin Abduka. Programmamizga kelganlarni qarshilamiz. Assalomu alaykum. Voy Abduka, bezbaqashqatlarga bir yanıma qoldi bugün. 3 yildan sonra programmasiga qurbonlik qo'ynimni olib keldik-ku. Vay, bu haqiqatan ekrandagi ko'rmanlarni shunaqla bizni bekla hayron qoldiribdi. Adlika undaq bo'lsa, oldindan programmamizga kelganlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Shunaqla sizlar orqali programmamiz texmi qiziydigan bo'ldi. Bu qo'yni yana shu tudoq ustam shu yerda qilsizlar. Undaq bo'lsa, bugun shu hammalarga tanishlik bo'lgan Adil Nijat aka qo'yni 3 minutda suyib, 6 minutda sho'rpasini tayyorlab olaydigan tudoqni ustamni olaydi. Ya chaqchaq qo'ydim. Tudoqni ustam emas. Yetilayotgan yosh aktyorimiz Ahmadjon. Ahmadjon. Endi men suyab bersam bo'lardi. Ahmadjon ukam yosh, chaqqan, harakatning tez bo'lishi uchun mishonga qo'yib bermaylimi? Ustozlarning mana shuningdek har qanday ishda biz yoshlarga yo'l qo'yib fursat yaratib berishi bizni demak suyadi juma. Rahmat Adilka, undaq bo'lsa vaqtni chang tutib qo'ying. Bo'ladi. Bundan keyin qo'y suyishni yoshlarimizni o'rgatmasak bo'lmaydi. O'zning urf odatlarimiz bo'lsa. Unda ishni boshlaylikmi? Marhamat, mayli. Ben filey. Bir almış bakalım. Ben fileyim. Ben yan çım tutup. Doktor ukam shu banada bir semirib qolasiz. Yani çım tutup. Man mikrofon Hürmetli dostlar. Şu tatlı koyuna paçkanı fileş paletiyle pervatını. Ya men 32 deb semirib ketgan, o'zim pudigidan bildim. Shu banan semirib qolamiz ataga. Bo'ldi. Ma uka pudab o'shdan ketmasam, o'zim qilmas qog'ozni. Men. O'zim qilaman. Bunda qilish orqali hozir biz go'shtdan terini ajratamiz. Go'shtdan terini o'ttirgan yer qoplangandan keyin buni ham terisini ajratib berib o'ngaylik bo'ladi. Terisini ajrataylik. Hazır ahırkı tevir suyuşninki ahırkı basqıçını tamamlayımız. Şuna qo'ydik ha.
Hurmatli ko'rman do'stlar, shu topda biz Adil Mejid aka shundaqla Ahmadjonninki yordamida, yetakchiligida o'z qo'l silib ishlashi natijasida nihoyat g'albilik oldi. Biz bu qo'yninki terisini hozir tamoman ajratib oldik. Endi ikkinchi bosqichda qo'yni parchalab, buniki ish qarnini, ish bag'rini, ish bag'rini ep bo'lganiga parchalaymiz. Ahmadjon ilgarimi qo'y suyib baqqanmi? Ancha so'yib qamdi cho'nlar yordamlashib, mustaqil so'yg'ini mana uzun bo'lmadi endi. Shunga sal jiddiylashish, tamtirashpa. Shunaqa bizning programmamiz orqali nihoyat yaxshi bir fursat topdi. O'zingiz qo'l silib, misol uyg'unida. Hozir turli jafo mushaqqatlar bilan biz oxiri buniki 3 yilni tozaladik. Ahmadjonim mahorat qandaqroq bo'lgandi? Ahmadjonim maharati yaxshi. Endi qo'yni bo'g'izlab, terisini ajratib, ish bag'rini yerib, bu darajada 3 oylarni sog' salomat og'amning o'zi bu xil bir texnik talab qildi. Ammo bir necha qitim 3 oy yuzlib ketib qoldi. Teshilib ketib qoldi. Buning sababi bor endi. Bir qo'yni suyishdan burun qo'yga jiq suv ichkizib bersa, shuna bo'ladi. Buningmi diqqat qilib bu munosabatligim emas. Yo'q, buningda mas'uliyat bor. Qo'yni itlab kelish jarayonida cho'qim uning shu nada suv ichib, nada yetib qolib qolganiga diqqat qilmagan gap. To'g'ri. Cho'qim alayda. Shu men yo'q vaqtda ishkizib qo'yding-da. Bura xiyolingdan deb setib qolsak, eg'iroq jim tarozi eg'iroq to'qsin deb. Bu adlikamdan keyin hadiyasi kelikini bilmay qoldilar. Shu quyruq mayni ilib o'tgandan keyin endi go'shtni parchasak bo'ldi. Avval quyruq mayni o'tdik. Adlika to'g'rimi shunaqa qilgani? To'g'ri. Quyruqni eversa parchalash o'ng'ayli qildi. Hozir mana Ahmadjon bu bosqichga kelgan chog'da qo'lida chevar bo'lib ketdi. Yaxshi, Ahmadjon g'ayrat qiling. Yaxshi. Go'sht parchalashning o'zi bak muhim. Masalan, uyushtirib bu namda shu yana joyda uyg'urlarda parchalamasak, yana qo'y so'yganning ahamiyati yo'q. Chunki bir qurbonlik deganda biz muhim mehmonlarga, yuzlik mehmonlarga, cho'nglarga, masalan, liganning ustiga qo'yib aqsanni qo'yamiz. Sanni qo'riq tarafni butun olamiz, bo'yan tarafni butun pishiramiz. Nayt raqam demak, mehmonning hurmati hamdi bu. Demak, go'shbak parcha-parcha to'p Yo'q, qat'iy bo'lmaydi, bu qo'rdaq emas u. Qo'rdaqning asosi parchalab solamiz, yemeklikka yeyishga oson bo'lishi uchun. Qurbonlik asosiyatdan shu bir qo'yning yerimi desak, shu 2-3 bo'lakli bo'lindi. Oldi son, tag'aq, aqsan, oldi pot, qo'rg'a, bu tarafni chiqadi. Endi men oldima bel tarafni ancha-muncha kesib evilib biz ham qizmilik tomoqlarga qarab ishlatamiz. Kavob qilsak bak o'xshaydi. Nurg'a yoshlar bilmaydi, misharni mana agar misol kesib elib, 2-3 tar ziq o'tkazib kavob qilib yesak, go'shtniki eng no'sherimiz. Demak bu qaysi tarafi bo'ldi hozir qo'yniki? Qo'saq asti, qo'saq qismimi? Bel deymiz. Bel qismi shundaqmi? Go'sht parchalaganda sal uyg'urlarga diqqat qilmasa qilmaydi mesela. Hozir bu yerda bir qarnas talshuma emasmi? Talmasa parcha chiqib ketdi. Ahmadjon so'yg'ach qachon olib qoldi. Hurmatli ko'rman do'stlar, ko'rayotganinglar Shinjang televiziya stansiyaning ichildosliqning programmasi men Nijat. Biz zamaylarga tunishliq bo'lgan Adil Mejid apandi bilan Ahmadjonning yordamida bugungi qo'y suyish xizmatimizni muvaffaqiyatli tamomladik. Shu topda mening qo'limda qo'yninki oldi qo'li bilan qo'riq turibdi. Adil Mejid apandimning aytishicha, bu yerda sho'rpa sosi pek o'xshaydi, pek yeyishlik bo'ldi deydi. Undaqda birlikda qo'l silib sho'rpimizni tayyorlashni boshlab o'taylik. Xuddi sizlar ko'rib o'tgandek, biz oldi bilan jigar, undan boshqa bugungi so'ygan qo'yninki quyruq miyi, undan boshqa yep-yangi go'sht, undan boshqa yana bosh piyoz, g'ul piyoz, zanjivil, savza, chamg'ur, undan boshqa pomidor, ya'ni sho'xla, zanjivil qatorliqlar. Undan boshqa biz sho'rpaning ta'minot texmi, tetimliq texmi, mizlik bo'lishi uchun bir qism tetiklarni tayyorladik. Sizlar ko'rgandek bugungi tayyorliklarimiz katta shunaqlarni yaxshi bo'ldi. Undaqda yana qizg'in olqishlarimiz bilan Adil Mejid apandim shunaqla Ahmadjonni dastimizga rakib qilaylik. Ya'ni Adilka. Mana yuqorida hamda ko'rman do'stlarga bugungi sho'rp tayyorlash ketadigan xurishlarni hamda yemeklarni tunishtirib o'tdim. Undaqda o'zingiz bir boshpana bo'lib, o'zingiz bir igi bo'lib, o'z qo'lingiz bilan bir. Voy, boyatim qo'yni so'yab berdi. Ahmadjon so'ydi. Endi bir qazamish kuti oldi ha. Ijtimoiyda amaliyotda shu erlar tamoq etishga bak ust keldi. Undan boshqa. Aysigo shu ham shunday bo'lsa bizning o'ydikilar Gulbakram ekan. Buni gaplayman endi. 30 yilni o'yitishdi, bir tamoq etmoqchi. Öyle bir çayımı kaynatmak gibi esli toğmaş bezken de kalırsa
oldi bilan shu ko'rimizga sovuq suv quymiz. Ha, cho'qim sovuq suv, Ahmadjon mana sovuq suvni akapti. Sovuq suv quyishdagi maqsad Ha. qiziq suv quysakmi bo'ladi, lekin qiziq qaynoq suvga go'shtni solsak, go'sht ketib oladi. Yumshoq pishmaydi. Sovuq suvni quyib, anandan keyin go'shtni solamiz. Shu sovuq suvning qaynashi bilan tang andan keyin go'shtni yumshash darajasiga suv singib kirib, yumran yaxshi pishadi. Sovuq suvni quydik. Andan keyin go'shtni abayat o'lchamda solamiz. Bu sal andan keyin ashniki sovuq suvning qaynashiga tang go'shtmi andan keyin uning qaynab olganning go'shtni ko'pik chiqadi. Ko'pik chiqqandan keyin meyni evetmegen derecede. Hani onun kaynap meyini çıkartmak mı? Hafif bir şey de. Köpüğünü evetimiz. Bunun teknik. Şu elbette o aşpazlık olmuyor. Tecrübemizden de evetimiz. Evetkenken bu kaynap merlin bir derecede göçten karşı derecede pişkınlığı. 100% pişketken demez. 80% etrafında pişkan vakitte anandığın düzenlendiğin çamurunu, sevizini, anandan keyin solamiz. Sap bo'lgandan keyin bu darajasi 95%dan oshgandan keyin yoki 100% bo'lganda qanday persentlashtiramiz dedi. Shu pishqinishi persentlashidan. Pishdi. Yo'q, go'shtning rasmiy pishqancha 100% bo'ladi. Go'shtning bak pishib ketganda ma'no solsang, bu chamg'urlar savizda pishib bo'lguncha ava tutilib turadi. Şuna kadar ikisini his qilamiz endi. Salla yana azroq bir 10 minut vaqt bo'lgan degan chaqatlar chamburli savizini solamiz. O'z qo'lingiz bilan. Buni sap qo'ygandan keyin go'shtlarni hozir suvning miqdori yetarli bo'ldimi? Suvning miqdorini keyin tanishib olsak bo'lardi. Agar azobqas tanishib bo'lganda. Menimcha bo'lganda bo'ldi. Menimcha bo'ldi. Uni bo'lsa hozir ham go'shtni sap bo'ldik, lekin jigar bilan may yishib qoldik, buni qachon solamiz? Buni hazır seversek göz su kaynak ceryanda ama ciğerin kini çıkıp ma şortunu sel bulgap koydu. Şuna bu hazır ma mayını seversek buludu. İşte bu kat kaynavatganda ciğerini sasak tez kaynatganda keyin ananlıkı kinin tarqap ketishning oldini yaplar. Şu zamanla pişirdi. Buldu. Bundaqda. Qani. Ahmadjon hozir xili ustib qoldi ya bir narsalarni kesishga to'g'rash qadlikka. Ya mesela yerimini paçalab sarsan oldu. kichik parchalarga. Yani bir paça sarsan. Agar bu mayni solsak sho'rpibek mayli qolib ketib qolmanda. Ko'ngil yeydigan ish bo'lmas. Yo'q. Chunki may bilan suv qattiq birikmaydi-ku. Ana o'zing avvalingga qarab, sovuqning pishib ketgan darajasiga qarab mayliroq istam bo'ladi. Mayni sal evitib istam bo'ladi. Hürmetli görmə dostlar, Körotqınlar Şinjan televiziya stansiyasının həməylərinə aid yaxtırıb gördüğün şundaqla özümüz və özgü millətlərinin taam mədəniyyətini tanışdırdığın İçil Dostluğunun proqramısı. Bəlkə dostlar proqramımızdan aid iştiyaq bilən görüvatqan buluşı mümkün. Şu tapda Adil Mecid əfəndim şundaqla Ahmadjonning yedəkçilikdə əstayidli düşəndirişi bilən biz hazır çörpünü qandaq silish to'g'risida kichkina bir tushunchaga ega bo'ldik shundaqla go'shtni hazır sovuq silib oldik shundaqmi Adilka? Endi dedik bosqichda nima ish qilamiz? Endiki basqıçta bunu kaynavurdu. Bir taraftan biz özümüz ama tayarlıqını kılaverimiz. Bu göçmüş o 40 minutdan bir saat etrafında göçten ameli ahvalı qarab qaynısı bular. Oldu göçninki az köplüki. Ama sel bek mu temperatürün tansep qilimiz bek qaynab kesib bo'lmaydi. Tez qaynab kesib bo'lmaydi. Tez qaynab kesib bo'lmaydi. Endi bu qaynab bo'lgandan keyin sel azroq vaqtni o'tkazib, o'tni sal tansep bo'lgandan keyin azroq keyin tuzni salsak mı buldu, salmasak mı buldu? Böyle istemal kurtulan özüne ihtiyaç asasen. Bu hem de kazanki göç, adette paklan bulundu, sen oturuş koyulur, şu göçten ahvalı kırap 40 minuttan bir saat kaynaylandı. Şu kaynaş jarayonida qaynab bo'lgandan keyin bir qur anandan bunun ko'pikni süzüp etgandan keyin tuzini solamiz. Ana o'ylab yigitlarning ehtiyojiga qarab bo'ladi. Ba'zanlar pişip bo'lgandan keyin tuzini sepib yeydi qoldi. Endi sho'rpa go'shtning tamlik bo'lishi uchun tuzini solsak da tamlik bo'ladi. Ammo qaynamay turib buni tuzini sevasak go'sht qattiq pishib qoladi. Shuningga tuz silishni shunaqa kichik halqalarga diqqat qilish kerak endi.
Buradan da yukarıda körmen dostlarım köyde Ahmetcan'dan kim şu to'g'rash, chanash xizmatini aytib muvaffaqiyatli ado qilindi ya. Shunashqa navbatda yana biz davomli shu ko'ktatlarni to'g'rash vazifasini Ahmetcanga topshirib bersak. Bo'ldi. Ahmetcan'niki to'g'ragan ko'ktatlarga diqqat qilgash, bir tarafdan Adil siz bilan davomli bunu deylik. Bo'lamdi? Chamg'urdan tayyorlaymiz. Bugun hozir haqiqatan tayyorlangan ko'ktatlarning turi ko'pkan. Balki men bu ko'ktatlar bilan pishgan sho'rpa, cho'qimlar yeyish bo'ldi deyman. İşlem doğru mu? Öylerden de ançımızı bunda tamamlarla bizim aralışıp kalımız hem de. Başka tamam aralışmışsak mı bizim orada? Çünkü bunun süper derisi biraz süper talep kılan tamamda. Şuna. Adli de tuğluğunu bilen göç görkem çıkış gerek. Mesela şu Ramazan ham buna naite süperlik tuğludur. Mesela bunda doğurdu bunu. Yapılan. Bu pişkandı mı naite canlı pişiyor. Uğulup ketmeydi, erizilip ketmeydi. Hozir Ahmetcan aytdi, tijiblat astoydillik bilan ko'ktatlarni to'g'rayotdi. Savizni to'g'rishim to'g'ri bo'ldi deyman hozir. To'g'ri, naite manda sel yo'g'on chiqyapti, lekin canlı chiqadi. Canlı chiqadi. Izlib ketmaydi. Buni odatda itoat qadar bizim biratlar yap qo'ysak bo'ldi. Bo'ldi, tamamen bo'ldi. Bir tarafdan eg'iz tekkash, bir tarafdan mo'ndasaqa. Ehrozidagi nurg'on ko'rmanlar sizning xizmatingizga, sizdan shu oiladan boshqa vaqtlardagi turmushingizga munoit ko'ngil bo'lishi mumkin. Yaqin nima ishlar bilan aldirash? Yılın bir şeyle aldırış yok ketdim. Bizimle adılımız yet, itoat geçilik, 3. kıtımlık itoat geçiligimni ötküzdüm. Şuna. Bizim sanat yurtu ötküzdüm, galibilik yaxşı oldu. Şunun bir aldırışın, bu bir keçilik kılıç için bir çıkışça hizmet kılımız yani. Onun dikiler 4. et biz, şu tövendiki bizden yakında Admiraylık Partiko, Halk hükümetindeki buyruk bilen nurgulluğun bizim kadrlarımız tövenge hizmet düşüştü. Şulardan hal sorab, Xotan vilayetidir biz oyun qilib, yezi qishliqlarla ulardan hal sorab keldik. Xo'sh, endi bizniki hozir Adil Mishtaka o'zlami yaqinda bu yoqqa aldirashlar xizmati to'g'risida so'zlab berdi. Endi Ahmetcan yaqinda bu sal savuz to'g'rab aldirash yo'q qoldi. Qaraydigan bo'lsak, savuzlarni ham xili chiroyliqa, yo'g'on yeginishgandek. Ben ancha-muncha bir Kasbiy to'g'rab turmanmi? kasbiy xodimlar kelsa, azrab fikr baygina to'g'rabda. Qolgan pomidor bilan bizni bosh piyozni to'g'irmoqchilar. Endi go'sht arayman deganda 80% pishgan vaqtda bu chamurli sebzini solamiz. Angacha bu pishdi emasmi? Shu jarayon ketadi. Aralaqda go'shtlar ikkisi tang pishdi. Pishgandan keyin biz endi bu pomidor bilan mana zanjibilni yani ki bu bizim o piyazni üçüne to'g'rab asas etdim. Go'shtni süzüp ip bo'lgan keyin sho'rib sig'salim. Piyaz hamda buni ayram bu g'ol piyazdan sho'rib sig'sadim. Buni go'shtning ustiga mesela bir tasqa piyazni to'g'rab tashlab qo'ydim. Hozir sho'ribni qo'yib tuzatamiz buni. Buni tuzsal o'tkazib hamda qilgandan keyin göçne aslında tekkizip yani göçke bir piyazı koşup yiyiniz. Bu arada texim temlik olurdu. Piyazı koşup yiyiştik birden bir maksat göçne tez hazım kıldırır. Go'shtni silib qozon qaynaydiganda ko'pikni olamiz. Albatta bu bosqich intayin muhim. Hazır mutfağını içip kaynatma mezgilde ciğerini sarsa hani şu zamanla ciğer ketli öz pişidi şorbining süptiga ta'sir etmaydi. Lekin naytdi yeyishlik, Biz mizlik bu da anadagi rabay degandek qo'yroq bilan ikkisini to'g'rab yesak. Demaydi. Öyle degan olmaydi. Lekin Adilka men bir narsa his qilib qoldim. Amaliyot siz rost oshpazgansiz juma. Siz demagan bilan yaxshisiz oshpazsiz. Tarafga qilma yangan anglabmiz. Bunda undan qolsa Jigar salom turib. Adilka o'z qo'lingiz bilan ichib basdingiz. Ne? Yo'q. Mana. Bunda suyu bor tarafga solamiz shunaqa. Qo'shliq yeriga. Endi bu birden qaynagandan keyin jigarinjiq vaqt ketmaydi. 15 yil pishdi. Hozir biz bunun köpüklerini yuqorida suzayotgan bo'lgach, hozir shu light suzuk chiqibdi, chiroyli chiqibdi. Qarisi qara. Endi bu yana hozir qancha minut atrofida qaynaydi? 10 minut. 15 minut chiqmasa. Anandan biz bu ko'ktatlarni Köktatlarga 15 minut qolmaydi. Masal qaynab olgandan keyin jigarni pishish uchun vaqt. Hozir bir qaynashi qilam biz mana yana. Hisobda yana bir qaynab ketgandan keyin çamuru bilan savizini sevitimiz. Çamur, savize, go'sht, shu jigar hammasi 10 minutdan 15 minut ichida. Oldu o'zim bilan.
Go'sht pishirish jarayonida sho'rpini sovurish eng muhim. Ya'ni go'sht pishay deganda o'tni susra qilib, sho'rpini toza so'rsa, go'sht yeyishlik, sho'rpi ichishlik bo'ladi. Balki men sizmi diqqat qilgan bo'lishingiz mumkin, sho'rpining quvvatli taraflari to'g'risida biz yuqorida nihoyat ko'p so'zliq. Uningdan boshqa do'stlarga ayon bo'lganidek, biz bugun mayli sog'an ichiga, sog'an jigar bo'lsin yoki bugungi savuz bo'lsin, bularning badanga nisbatan salomatlikni oid foydali. Bu ko'zga, shunaqa ko'zni ro'shanlashtirishga bekla foydasi bor. Ko'zi nacharlashayotgan yosh o'smirlar bo'lsin, yoki cho'nglarimiz ko'proq quvvatli mushtaq sho'rpalarni iste'mol qilib salomatlikka bek foydali. Uningdan boshqa biz ilgari programmalarimizda ko'p so'zlagan chamg'urning salomatlikka bek foydasi bor. Buni o'tki tozalash, ko'pgina yashab shunaqa bunun da alaylı xususiyeti var. Hazır bir kaynadı. Bu kaynadı. Hem de hüküm aşını ilepsen. Bunu sen bir kulağın bu başka. Yapıp kaldı ya. Yapıp kaldı. Bana. Bunu cık sevetmeyle. Oldu. Sel cık doğrulup kaptı ama sel tam selmiş olmaydı. Bunu diken kaydı yapılmaz şuna. Hem de yani 15 minutdan keyin bu sho'rpa yaxshi. Tamam. Tamam bo'ldi. Bizning maydonlik 15 minutimiz balkim ekran oldidagi do'stlarga 2 minut tekrar qo'yilishi mumkin. Qani, bak 15 minutdan keyingi sho'rpaning oldini ko'rib boqaylik. Mana shunday qilib programmamizning kishini hayajonga soladigan yuraklarni o'yintadigan oshqozonlarni to'xtamay harakatga sevitadigan Geldi. Pişti tamam. Go'shtimiz ham pishib qoldi. Adil komanda o'z qo'li bilan bir harakat qo'li bilan yo'q deb bir Başta mavi baratın to'g'ran piyizimizga sho'rpadan buni nimaga ishlatamiz? buni birab turib ma go'shtni usib bo'lganda kelganga Yana sho'rpagan biramda. yo'q, buni go'shtni ustiga Go'shtni ustiga chachadigan. Abay men kerak. Bu hozir tayyor bo'ldi ya. Albatta qundaqroq bo'lgandek sizcha? Buni yeganda birini demisam Sal ichikroq bo'lsa o'zi bitta qopilmaydi. Yo'q. Mana sho'rpa degan. Yo'q. Yetti qo'yning go'shti mana shuningdek chiroyli bo'ldi-da, mana shuningdek odamlar yegisini keltiradigan. Purqidilar odamning hozir ishtahasini ichib yutadigan aytibroq bo'pti. hamda Hamda ikkinchi bosqichda biz go'shtni ayaqqa qo'y. Mana yo'q. qandara bir isiyat qozlab beri adlika. Mana qopdi. Zaten nerede? Yaxshi. Ündüdar dapre. Bo'ldi. Hozir mana adlikam tetmikada qarag'ancha pishqa o'xshaydi, chamg'urni yaxshi pishibdi. Hamda biz bu pomidorni Sho'rpa solamiz. sho'rpaga Sal solamiz. sal ham. Shunaqa. Pomidorni solamiz. Undan keyin biz to'g'rab tayyor qilib olgan Zencefil bilan. zanjibil bilan qo'l piyozni solamiz. Xo'sh. Undan keyin oxirida biz Ya, bunu da ben- undan keyin Masal ulab ketsin. tuzni o'zimizniki ehtiyojimizga Ehtiyojga qarab solamiz, uni qo'yib solmaymiz. Hey, unutib qolgan tas qopdi men. Go'sht pishirganda ehtiyojingizga asosan dumbi jigar tayyorlab olsangiz bo'ladi. Ya'ni jigar bilan quyruq yog'ni nippiz yapaqdab aziz mehmonlarning oldiga elib chiqsangiz texana bo'ladi. Paxlan go'shti, qarmush, ochiq suv, zanjivil, bosh piyoz, so'ng piyoz, tuz, 2 tal pomidor, 4 tal chamg'ur, 3 tal savza. Tayyorlash usuli tuvandikicha. Paxlanni so'ygandan keyin go'shtini pokiza yuyib, qozonga silib, chilashqidek issiq suv quyib qaynatamiz. Ko'piklarni to'liq elib etib, sho'rpaga so'ng piyoz, zanjivil, qarmush talqini, pomidorlarni silib, 1,5 soat qaynatamiz. Go'sht pishay deganda chamg'ur, savuzlarni silib, bo'sh o'tda 15 minut qaynatamiz. 3-bosqichda go'sht pishgandan keyin tovoqqa olamiz. Ustiga tuzga chilangan piyoz suyi sepib, dasturxonga keltiramiz. Sho'rpaning ta'mini tanshab iste'mol qilsak bo'ladi. Qadrli do'stlar, xuddi sizlar ko'rgandek 7 kunlarda bizning dasturxonimiz mana shuningdek mo'lchilik bo'ladi. O'z navbatida bizning 7 kunlarimizning xosiyati dal qarindoshlarning biriga jam bo'lib, bir dasturxonda
yetliq go'shtlarga eg'iz teyishida shunaqla ular bilan didorlashib o'zaro asra bo'lishida shunaqmi? Bugun hamda biz Odilmijid apandim shunaqla Ahmadjonninki yordamida nayt muvaffaqiyatli holda qurbonlik qo'yini tayyorlab, suyib, nayt o'xshagan bir tovoq go'shtni dasturxon ustida hozir qildik. Undaqda Odilka, o'zingiz qo'lsa bir parcha kesib beramiz. Nayt yaxshi gap qildim. Mush fursatdan foydalanib bir narsani deb qo'ygim kelyapti, ham esimga keldi. Shunaq. Biz kichik vaqtlarimizda ota-onalarimiz shunday deydigan. Cho'nglar kamigacha taomga qo'l sunmaydigan. Ha, shunaq. Masalan biz kichik vaqtlarimizda opam shunday deydigan. To'xtab turinglar bolalarım, qo'linglarni pok yuvib, dasturxon kelib o'tirib turinglar. Dadanglar kelsin, anamga tomoq yeymiz dedi. Shunaq. Bu nemishki bu dadamizga mi tomoq yemaydiganimiz deb kichik vaqtlarimizda tushunmaydi ekanmiz. Hozir o'ylab baqsak, bir oliyjanob fazilat ekan bu. Cho'nglarni hurmatlash. Anamnikin bizniki abiyam degandek asli oshpazning biri arli bo'ldi. Lekin ko'pincha hollarda uçak beshida ayollar bo'ladi. Ammo eng oxirida nima uchun ana japa tortib, tomoq qilib dasturxonga ekangandan keyin yana shu bola-chaqalarga to'xtab turing bolalar. Dadanglar kelsin degani birisi hurmat. Yana birisi shu dada kelib ketib baqqandan keyin eng chong baholovchi shu ekanda. Bizning cho'nglarimiz eng chong baholovchi. O'xshatdi. Desa, shu japa tortga ananiki ardiq chiqib qolamiz. Bo'ldi, Odilka, undaqda cho'nglardan kelsin. Gördün. Neden? Kurbanlık koyunikine az yiyemiz. Rahmat. Yumshoq pishibdi, ha, go'sht. Endi o'zingizning bahosini bir anglab boqaylik. Bizning deganimizdek pishibdi. Hem yumshoq, hem tamlik, tuzdan keyin sag'ashqa, so'g'ir silib qaynatqashqa bu go'shtniki bizning demoqchi bo'lgan maqsadimizga yetib pishibdi. Endi hozir naytda yumshoq, hem tamlik, hem ko'rkam shundoq go'shtni parchalashqa, pishirishqa, chamg'urlan sabzlarniki naytda o'z vaqtida silib, uningni ezilib ketmay, buningni ezilib ketmay, tampon pishishiga kapolat qilish uchun abay biz degandek bir qator narsalarga diqqat qilish kerak ekan. Rahmat Odilka, rahmat Ahmadjon. Mana shuningdek bizning mehr, shafqat, sevgi, muhabbat, inoq, ittifoqlik, xayr, saxovat rishtimizda texnik chinitilgan qurbaniyatdan billah suyunsin. Qurbaniyatdan boshlangan har bir kunimiz xuddi bugünkidek osoyishlik, mo'l usulchilik ichida o'tsin. Deganingdek bo'lsin. Undaqda ekran oldidagi qadrli do'stlar, bizning Kingson Ichil dasturxon programmamizda yana qanday isil nozik ne'matlar ekran oldida sizlar uchun hozir bo'lganda, buningga qiziqsanglar, diqqatinglar davomli Xinjiang televiziya stansiyaning Ichil dasturxon programmasida bo'lsin. Men Nijat Vali Yaqub, Kingson programmamizda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh, omon bo'linglar.